Xo'p, qarang. Bola tug'ilayotganda travma olgan. Plus bo'yniga ikkindiga o'ralganida bolani bir tortib chiqarishadi. Shu tortib chiqarganda mana bolangiz yotganda qarang, o'sha trevashiyasi bor. Bo'yin qiyshiq turibdi. Bizda ensa suyagi bor-ku, mana bu klinovidniy suyak bilan ikkalasi harakat qilinadi, drenaj bo'ladi. Shu drenaj buzilsa, mana bu yerda keyin vaskulizatsiya protsess depressivsiz bo'ladi. Keyin bu yerga infeksiya tushadi, mana bunaqa keyin yallig'lanish paydo bo'ladi. Okulistga olib borasiz, nazarcheniya qiladi, massaj buyuradi, lekin o'tib ketmaydi. Hozir biz nima qilamiz? Buni ko'rganimda mana qarang. Ushlab turib mana. Hozir muammo joyini tegaman qarang. Qo'ldan titrab ketyapti. Og'riq borda shu yerda. Nimaga? Bu yerda spazm bor. O'ng tomonda kuchli spazm bor. Mana shuni mana bunaqa holatda ushlab bo'shatamiz. Qo'yib yuborsa, qarang yuzida ham o'sha simmetriyasi bor-da bolani. Peshonasida ham simmetriya. Qarang, peshona unaqa qiyshiq turibdi. Ayolingiz hali ham bolani o'ngdan chapdan emizib, orqasini yaxshi pachoq qilib qo'ymabdi. Lekin mana bu yerda polni o'sha ertaga katta bo'lsa, yuzdan simmetrichni bo'ladi, qiyshiq bo'ladi. Shuning uchun hozirdan buni oldini olish kerak. Mana buni ushlasak, qo'yib yuboradi. Qusishi ham shundan. Qusayotgani ham xuddi shunday. Chunki sheyna mishsalari juda ham kuchli spazmda. U yerda bizga tilimizga, halqumimizga, hazmimizga javob beradigan nervlar o'tgan. Ular ham qisilib turibdi-da. Hozir u ham bo'yni qo'yib yuborsa, qusishi ham ketadi. Boshini orqaga tashlashi, qiyshiq yotishlari hammasi ketadi. Faqat muolajaga olib kelib turasiz, mayli? Har kuni bo'lmaydi, haftada bir marta. Xo'p?